Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan amalga oshirilayotgan Faol hayotga qadam dasturi bu ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlar hayotida yangi sahifa ochuvchi, ularga faol va mazmunli hayot kechirish imkoniyatini yaratuvchi muhim loyihadir. Dastur joriy etilganidan buyon ko'plab insonlar o'z hayotida ijobiy o'zgarishlarni his etmoqda. Jamiyatda o'z o'rnini topishga intilmoqda. Navbatdagi lavha aynan shu mavzuda. O'rta Chirchiq tumani Ko'kmo'yin mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Obid Yusupov yolg'iz keksa nogironligi bo'lgan shaxs reyestriga kiritilgan. Ushbu fuqaroga har oyda 712 ming miqdorda kompensatsiya ajratib kelinmoqda. Faol hayotga qadam dasturi doirasida assistent tomonidan uy sharoitida ijtimoiy xizmat ko'rsatiladi. Ma'lumot uchun har yili Ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimidagi sanatoriylarga bepul yo'llanma, chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik hamda bepul dori-darmonlar bilan ta'minlanmoqda. Mahallalarda ijtimoiy bizga kabi nogironlarga ijtimoiy xodim biriktirilgani, ular xabar olib turgani yaxshi bo'ldi. Meni xonadonimga kirib kelganidan xonadonimga nur kirib kelganday bo'ldi. Ulardan o'zimga kerakli savollarimga javob topdim. Menga ko'rsatilayotgan xizmatlarni aytsam, sanoqqa yeta olmayman. O'zim birinchi guruh yoshlikdan nogironman. O'tgan yili Ijtimoiy milliy agentligi tomonidan o'zimiz rayondan elektron boshqa elektr tugmali aravacha bilan ta'minlanganman. Shu bilan ko'chada bemalol, ko'chada, uyda, hovlida harakatlanaman. Qolaversa yurtboshimizning g'amxo'rligi orqali ko'p imtiyozlardan foydalanib turman. Faol hayotga qadam dasturi bu nafaqat ijtimoiy yordam, balki insonlarning jamiyatga foyda keltirishga va baxtli hayot kechirishga undovchi muhim dasturdir.